Yo, hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Shakir PUBG. Bugungi videomizda bolalar stream qilishni o'rganamiz. Bolalar, video boshlanishidan oldin bitta like, bitta obuna bosishni bolalar esimizdan chiqarmaymiz. Qani go. Birinchi bo'lib bolalar Prison Live degan ilovani yuklab olamiz va bolalar bu ilovaga bosamiz. Va bizda shunday o'yna chiqadi. Bu yerdan men ko'rsatgan joyda bosamiz bolalar. Bu yerdan esa kamerani oldidagi skrenni bosamiz va bu yerdan men ko'rsatgan joyga bosamiz bolalar. Men ko'rsatgan joyga bosgandan keyin shunday o'yna chiqadi bolalar. Bu 19:9 katta stream, 9:16 short stream bolalar. Short stream tanlashni maslahat beraman. 9:16 ni tanlagandan keyin uni pastidagi screen editingga kiramiz bolalar. Bu yerda chatni sozlasalar ham bo'ladi. Masalan, mana bolalar hozir ko'rishlaring mumkin. Mana plusni bosamiz va bu yerdan chatni bosamiz bolalar. Masalan, bu yerda kimdir chatga yozsa bolalar shunday ko'rinishda keladi bolalar. Shuni xohlaganlarini tanlab qo'yishlari mumkin bolalar. Mana masalan shuni tanlaymiz. Mana xohlaganlarini tanlaymiz va uning pastiga kirgandan keyin bolalar bu yerda bu streamni tepasida chiqib turadi bolalar. Bu yerga xohlasalaring PUBG IDlaringni, xohlasalaring donatsilka, balobattar shunaqalarni qo'yib qo'yishlaring mumkin bolalar. Masalan, biz lekin obuna bo'lamiz deb yozdim bolalar. Uni yozib bo'lgandan keyin bolalar uni pastidagi masalan bu streamni pauza qilganda bolalar shunday rasm chiqib qoladi bolalar. Buni xohlasalaring qo'yinglar, xohlasalaring qo'ymanglar bolalar. Masalan, biz qo'yib qo'yamiz bolalar. Starting va raddayni bosamiz bolalar. Bosgandan keyin shunday oyna chiqadi. Bu yerdan bolalar mana bu men ko'rsatgan joy 1080 ni bosib bolalar eng birinchisiga kirib bu yerdan streamning kачествосini bolalar 1080 qilamiz. Uni pastiga kiramiz bolalar. Bu yerga tegmaymiz va uni pastidagi mix 4000 ga kirib bolalar bu yerdan maksimalni 4000 tanlaganlaring yaxshi bolalar. Maksimalni 4000 tanlab uni pastiga kiramiz va bu yerdan bolalar 60 fps menda ochmaydi. 30 fps ni bosib bolalar uni pastidagi esa bu zaddeshka xohlasalaring 3 sekund, xohlasalaring 1 sekund. 1 sekund tanlaymiz va biz yana shu ko'rsatgan joyimni bosib bu yerdan qaysi ilovada stream qilasiz deyapti. Bu yerdan YouTube'ni tanlaymiz bolalar. YouTube tanlagandan keyin bu yerdan Contract YouTube'ni bosamiz bolalar. Bu yerda YouTube akkauntni ulang deydi. YouTube akkauntlaring qaysi bo'lsa bolalar, bemalol o'sha akkauntni ulab mana ko'rasizlar. Mana masalan men YouTube akkauntim shu bolalar. Bosgandan keyin parol so'raydi bolalar. Bu yerga YouTube akkaunt parolni yozasizlar bolalar va YouTube akkaunt ulanadi va streamni bemalol boshlashlaring mumkin bolalar.